Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Nashr qiluvchidan 1999-yili 4-oyda Boy dadam Namrat dadam nomli kitob Amerikada umumyuzlik bozorga selindi. 1999-yili 10-oyda tiraji 1 milliondan oshdi. 2000-yili 2-oyda tiraji eng oldingi o'ringa o'tdi. 2000-yili 3-oyda Koreyada nashr qilinib, 2 oy ichida tiraji 250 mingga yetdi. 2000-yili 6-oyda Avstraliyada nashr qilinib, u yerning barliq cho'ng-kichik kitobxonalarini qoplab ketdi. Bu zo'r rangarang raqamlarga biz ancha iron qilib ketmasakmi bo'ladi. Gerçi rost bo'lsa-mu, ammo hamma odam beyishni, erkinlikni o'ylaydigan bo'lg'ashqa, biz yanala bu kitobni varaqlab boqmay turamidik. Kitobni o'qib bo'lgan vaqtimizda uningdan qolgan ta'sirlar kollimizdan zodili ketmadi. Pul siz uchun xizmat qilsin. Moliya erkinligini qo'lga keltiring. Dunyoning hamma yerida talantli namratlar bor. Bular qo'rq gap emas. Pul tutishdagi chivarlikdan yangicha savdo engiga o'tishda an'anaviy pul qarishi, bilim qarishi va qimmat qarishiga raqobat e'lon qilishda bu kitob sizga har jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Sonliq ma'lumotlar hamon yangilanib turadi. Ta'sirlarmi hamon o'tib ketadi. Mushu tufayli ta'sirga uchragan qarashlarimiz yanada kollimizda qoladi. Qani ko'z qarishingizni to'g'rilab, o'zingizga muvofiq yo'lni tanlab, arziydi deb qarasangiz, boy dadamning yo'lini tutib beqing. Qadimkini hozir uchun, chet elninkini Jongo uchun ishlatib, yaxshi yomonni ayirgandan keyin g'oyangizdagidek yo'lni yanala o'zingiz minib topadiganligingizni his qilasiz. Bu yo'l ehtimol texmi tog'dam, texmi porliq bo'lishi mumkin. Dunyo kitob nashr shirkatining Beijing tarmoq shirkati. Agar moliya erkinligiga erishaman desangiz, cho'qim Boy dadam Namrat dadam nomli kitobni o'qib ko'ring. Bu kitobda sizning kelgusi moliya ahvolingizga foydali nurg'unlagan savodlar va bozor haqidagi tushunchalar tonishtirilgan. Zig Ziglar, dunyoviy mashhur yozuvchi, notiq. Agar qandoq beyish ham boyligingizni qandoq saqlashga doir bilimlarga erishaman desangiz, undaqda bu kitobni o'qib ko'ring. Shundaqli yana bolangizni bu kitobni o'qishdan to'simang. Mark Viktor Hannes, New York vaqt gazeti Qalb ko'zniki sahifasining avtorlaridan biri. Boy dadam Namrat dadam nomli kitob hargizmo pulga doir odatga bir kitob emas. U ommabop ham tushunishlik. Uningdagi mazmunlar intayin oddiy, shundaqla ta'sir kuchiga boy. Honolulu jurnali. Bu kitobni yosh vaqtimda o'qigan bo'lsam-chi deb bakmi orzu qildim. Agar ota-onam ayni vaqtda bu kitobni o'qigan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi ekan. Mushundaq ajoyib qimmati bor kitobni cho'qim bolangizga ep berishingiz kerak. Agar navarlaringiz bo'lsa, u holda bu kitobdan yana bir nechini setib olib, ular 8-9 yoshga kirganda o'qisangiz bo'ladi. Hok Bilovin, Lider. Boy dadam Namrat dadam nomli kitob sizga qanday qilganda bir kechada boy bo'g'ili bo'ladiganligini o'rgatmaydi. Moliyada mas'uliyatchan bo'lishni ham pulning oylanish qonuniyatini egilash orqali boylikni oshirishini o'rgatadi. Agar siz moliya boshqarish jihatda talantimni uyg'otaman desangiz, undaqda bu kitobni o'qib beqing. Doktor Ed Gerken, Morbin Universiteti Moliya fakultetining lektori.
Men bu kitobni 20 yil ilgari o'qigan bo'lsamchi deb bak armon qildim. Larison Krak. Kelgusidagi moliya ishlarini tizginlash iqtidoriga ega bo'lishini o'ylaydigan har qanday odam uchun Boy dadam Namrat dadam nomli kitob eng yaxshi bir boshlanish. Bugungi Amerika jurnali. Abdurlarning qisqacha tarjimali. Robert Kiyosaki kim? O kishilarni millioner bo'lishlari uchun tarbiyaladi. O kishilarning uni nemishqa millionerlar maktabining o'qituvchisi deydiganligining sababi. Robert kishilarning moliya qiyinchiligi yuz bergan vaqtda oran bardoshlik berilishiga sabab shuki, ular maktabda ko'p yil o'qigan bo'lsa-mu, pulga aloqador hech qanday bilim o'rganib boqmagan. Natijada kishilar faqat pul uchun ishlashni biladi. Ular azaldan pulni o'zi uchun xizmat qildirishni o'rganib boqmadi, degan edi. Robert Havoyda tug'ilib shu yerda cho'ng bo'lgan. 4-avlod yapon avlodidan bo'lgan Amerikalik. U bir o'qituvchi oilasida tug'ilgan. Dadasi Havoy shtatlik ma'rif boshqarmasida xizmat qiladi. To'liq o'tirini bitirgandan keyin Robert Nyu-Yorkda o'qigan. Oliy maktabni bitirgandan keyin Amerika dengiz armiya qurolliqda jang qilish qismiga qatnashgan. Ilgari oxir bo'lib, harbiy amaldor qurolliq tikuchar aeroplanining lo'chiki bo'lgan. Yana Vyetnam urushiga qatnashgan. Jang maydonidan qaytib kelgandan keyin Robert o'zining savdo hayotini boshlagan. 1977-yili bir shirkat qurib, zarbidor markalik sertmilik hamyon ishlab chiqarib bozorga solgan. Keyin bu mahsulot dunyo miqyosida nom qozonib, bir necha millionlik foyda yaratgan. U va uning ishlagan mahsuloti Ot baygisi dunyosi jurnali, To'rla fasllik jurnali va Muvaffaqiyat jurnali, Axborot haftalik jurnali qatorliq gazet jurnallarda tanishtirilgan. 1985-yili u savdo sohasidan chekinib chiqib, boshqalar bilan hamkorlashib, xalqaro ma'rif shirkati qurgan. Bu shirkat 7 davlatda ish bajarish o'rni ta'sis qilgan bo'lib, necha minglagan kursantlarga mablag' selish va savdo darslaridan ta'lim bergan. U 1 yildan ortiq riyosatchilik qilgan nomerlar burunni aslash simliq to'g'rida butun Amerikaga tanishtirilgan. U bu nomerlarda o'zining ma'rif nazariyalarini tanishtirgan. Robert 47 yoshga kirganda pensiyaga chiqib, o'zi yoqtiradigan mablag' selish faoliyati bilan shug'ullangan. Robert butun vujudi bilan mulkdorlar va mulksizlar o'tirsidagi uzluksiz kengayayotgan yo'chiq uchun bir xil ma'rif o'yini, ya'ni pulning aylanishi nomli qog'oz taxta o'yinini kashf qilgan va shu orqali ilgari faqat puldorlarla o'ynay oladigan pul o'yinini kishilarga o'rgatgan. Robertning shug'ullangan savdosi garchi o'ymilik va kichik tipdagi shirkatlar bo'lsa-mu, biroq uning haqiqiy qiziqishi va so'ydigini yanada ma'rif bo'lgan. U ilgari Wal Mardino, Zig Zingler va Anton Robbins qatorli kishilar bilan hamkorlashib, leksiya so'zlash faoliyati bilan shug'ullangan. Robert Kiyosaki tarqatgan uchurlar nihoyat to'g'ri bo'lgan. O'zingizning mulkiga o'zingiz mas'ul bo'lishingiz yoki butkul umringizda boshqalarning buyrug'ini anglab o'tishingiz uchun bir bo'lsa pulning xo'jayiniga aylanib, bir bo'lsa pulning quliga aylanib. Robert ko'p bo'lganda bir haftalik, oz bo'lganda bir necha soatlik kashlik kurslarni echib, kishilarga boylikning siri to'g'risida leksiya so'zlagan. Garchi uning leksiyasining temasi mablag' selish orqali xatir oz bo'lgan yuqori unumga erishish, farzandlarni baxt saodatli qilishni o'rgatish, shirkat qurish ham mablag' selishga moyir bo'lish bo'lsa-mu, lekin u bu orqali nihoyat muhim uchur tarqatgan. Bu uchur sizning talantingiz echib yetishni kutib turibdi. Beyishdagi talantingizni uyg'oting degandan iborat edi. Kursga qatnashgan mutlaq ko'p sonli kishilar nihoyat xushal. Oz qismi xafa holda darsdan tarqashgan. Ammo har bir qatnashuvchi cho'nqur ta'sirlanmay qolmagan. Dunyoga donliq notiq va yozuvchi Anthony Robbins Robertning xizmatini mundaq baholagan. Robert Kiyosaki epagan tarbiya olamshumul ta'sirga va mukammallikka ega. U o'z navbatida kishilik hayotdagi xizmat yo'nalishini o'zgartirdi. Shundoq deyishga bo'ladi. Men uning tirishchanligiga intayin qoyil. Hurmatimni cho'nqur. Iqtisodiy o'zgarish ushqandek tez bo'layotgan yangi asrda Robertning so'zlari tangdoshsiz qimmatga ega. Sharon Lester, 3 bolaning opasi, dangliq buxgalter, o'yinchoq va nashriyatchilik sohasidagi tajribali direktor va aloqalashish mutaxassisi bo'lgan Sharon Lester
o'zining barliq kasbiy bilimini ma'rif ishlariga taqdim qilgan. U Florida shtatlik universitetining Samaka Moldi institutini bitirib, buxgaltershunoslikda bakalavrlik unvoniga erishgan. Keyin ayni vaqtdagi 8 cho'ng buxgalterlik o'rnining biriga kirib, bu sohaga tunji ketim qadam tashlagan ayol bo'lib qolgan. Uningdan keyin ilgari oxir bo'lib, kompyuter sohasida uzluksiz taraqqiy qilayotgan bir shirkatning moliya mufattishi, mamlakat xarakterlik bir sug'urta shirkatining bosh ishlari yetakchisi, Wisconsin shtatidagi yerlik ayollar jurnalining qurg'uvchisi va hamkorlashib nashr qiluvchisi bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda u yana izchil turda dangliq buxgalter degan hurmat nomini saqlab kelgan. U farzandlarining o'sib yetilishiga intayin ko'ngil bo'lgan. Shuning uchun o'zining barliq tirishchanligini ma'rif sohasiga qaratgan. Farzandlariga kitob o'qitish oyga chiqqandan qiyin bo'lib, ular televizor ko'rishga yerisman edi. Yana kelib, televizordagi bolalar programmalari ularning kitob o'qish qiziqligini tuvaltivatgan edi. U maktablarning bu ishlarga taqobil turish uchun unumli tadbir qo'llanmaganligini tunib ketgan. Shuning bilan u gap qila oladigan kitob, ya'ni tunji elektronlik kitobni ijod qilishga aktivlik bilan qatnashgan. Yangi texnika orqali tuzilgan kitoblarni bolalarning turmushiga singdirish ishlarida boshdan oxir oldida olgan. Farzandlarining cho'ng'ishiga ergishib, texnik qizg'inlik bilan ularni tarbiyalashga mablag' solishga boshlagan. U matematika, kompyuter, kitob o'qish va yozuvchilik qatorliq ilmlarni taraqqiy qildirishga nihoyat aktiv qatnashib, faoliyatchan shaxs bo'lib qolgan. Butun vujudi bilan butkul ma'rif sistemasining unumini o'stirish uchun kurash qilgan. Bizning ma'rif tuzilmamiz yer shari xarakterlik islohot va texnika yangilash qadamiga yetishamadi. Biz yoshlarimizga texnika jihatdagi iqtidorni yetiltirishni o'rgatish bilan qolmay, balki yana ularga qarata moliya ishlarini boshqarish tarbiyasini kuchaytirishimiz kerak. Bu ularning bugungi dunyoda mavjud bo'lib turishi uchun emas, balki yanama baxtli turmush kechirishlari uchun cho'qim hozirlashga tegishli bo'lgan muhim iqtidordir. Boy dadam Namrat dadam degan bu kitobning avtorlaridan bo'lish sifati bilan u o'zining diqqat e'tiborini ma'rif tuzilmasining eng chong kamchiligiga, shundaqla moliya asosiy bilimi ma'rifiga bo'lgan sal qarashlarga markazlashtirgan. Savdo iqtisodni yuqori ko'tarishga qiziqadigan va moliya ahvolini yaxshilashni xohlaydigan har qanday bir odam uchun aytganda, Boy dadam Namrat dadam nomli bu kitob eng yaxshi foydalanish materiali bo'la oladi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Mening ikki dadam bor. Biri Boy, biri Namrat. Biri a'lo tarbiya ko'rgan, ilmli kamolatga yetgan, doktorlik unvoni olgan. 2 yilga yetmagan vaqt ichida oliy maktabning 4 yillik to'liq kurs darslarini tamomlab, yana Stanford universiteti, Chicago universiteti va G'arbiy Shimol universitetlarida bilim oshirgan hamda bu maktablarda ta'sis qilingan barliq mukofotlarga erishgan. Buning aksicha yana bir dadam hatto to'liqsiz yillikni to'liq o'qimagan. Har ikkili dadamning ishlari xilli utuqliq bo'lgan. Ularni bir umr tirishgan deyishga bo'ladi. Shu sababdan har ikkilan mo'l kirimga erishgan. Ammo ularning biri boshdan oxir o'zining shaxsiy moliyasida qiyinchilik ichida tirkishib o'tgan. Yana biri Havoydagi eng boy kishilarning biri bo'lib qolgan. Bir dadam ko'z yumish oldida cherkov, xayr-saxovat aparatlari va oilasidagilar uchun necha 10 million dollarlik miros qoldirgan. Yana bir dadam bo'lsa, bir talay qarzlarni qoldirib ketgan. Amaliyotda har ikkili dadam xarakteri kuchlik, jalb qilish kuchiga boy, boshqalarga ajoyib ta'sir ko'rsatadigan kishilar edi. Har ikkilan menga nurg'un takliflarni bergan. Ammo takliflarining mazmuni o'xshash emas edi. Har ikkilan tarbiyaning kuchiga cho'nqur ishonatdi. Ammo menga bergan darslari o'xshash emas edi. Agar birli dadam bo'lgan bo'lsa, u holda men
faqat uning taklifini oddiy holda qabul qilatdim yoki rad qilatdim. Ammo ikki dadam bo'lg'ashqa, ularning qarama-qarshi takliflari obyektiv jihatda menga selishtirish va tanlash fursati yaratib berdi. Hozir o'ylab baqsam, bu amaliyotda boylarning qarishi bilan namoratlarning qarishi o'tirsidagi bir xil selishtirish va tanlashga. Yana kelib bu xil selishtirish va tanlashning natijasi mening taqdirimni belgilagan ekan. Ikki dadamning qarishi qarama-qarshi bo'lganlikdan men birlikka kelgan qarashga ega bo'lolmadim. Shuning bilan ularning takliflarini oddiy holda qabul qilolmay yoki rad qilib etmay, o'zimning texmi ko'p muloyiza yurgizishim, selishtirishim ham tanlashim kerakligini his qildim. Ehtimol, ba'zilar bunday qilishing butunlay behojat. Sen boy dadangning degini bo'yichilik qilsang, tabiiyla biyalaysan. Yana tanlashingning nima zaruriyati bor deyishi mumkin. Lekin masala shu yerdiki, menga taklif bergan chog'da boy dadammo ancha boy emas, namrat dadammo ancha namrat emas edi. Har ikkilan ishlarini endila boshlagan, pul va oilasi uchun tirishayotgan edi. Holbuki ularning pul haqidagi tushunchasi tubdan o'xshamaydigan bo'lib, bir dadam boylik, barliq razilliklarning manbasi desa, yana bir dadam namratlik, barliq razilliklarning asosi deydi. Undaqda ularning qaysisi muvaffaqiyat qozonadi? Qaysisi biyalaydi? Kimning gapini anglash kerak? Ayni vaqtda men texi bola bo'lib, menga nisbatan aytganda, ta'sirchanligi boy ikki dadamning bo'lishi uncha oson o'tsidan chiqilib bo'ladigan ish emas edi. Men bir royish bola bo'lishni o'ylaydim. Ammo ikki dadamning deydiganlari butunlayla o'xshamaydi. Ularning qarashlari shunchalik zid. Bo'libmi pul masalasiga kelganda texmi shundaq edi. Bu meni ham hayron qoldirdi, ham gangartib qo'ydi. Shuning bilan men kalla qotirib, ularning fikrlari ustida muloyiza yurgizishga majbur bo'ldim. Men xeyli ko'p vaqt o'zimdan u nima uchun mushundaq deydi degandek savollarni so'rab yurdim, ham yana dadalarimga mushundaq savollarni qo'ydim. Agar o'zim muloyiza qilmay oddiy holda, ha, uning to'g'ri ekan, qo'shilsam bo'g'idek degan bo'lsam yoki rad qilib, bu dadam o'zining nimalarni da'vatqanligini bilmaydi ekan degan bo'lsam, bu menga to'limi osonga to'xtaydi. Ammo men uchun to'limi qadrlik bo'lgan bu dadalarimning ko'z qarashlari o'xshash bo'lmag'achqa, bu mening har bir ziddiyatlik masalalarda ilgirlab fikr yurgizishimga hamda eng oxirida o'z ko'z qarashlarimning shakllanishiga turtki bo'ldi. Bu jarayon, ya'ni oddiy holda butunlay qabul qilib olmay yoki rad qilib etmay o'zimning muloyiza qilish, tanlash jarayoni. Darvaqa keyingi uzoq turmush musofamda menga to'limi asqatdi. Men bora-bora boylarning borgan siri beyishi, namratlarning borgan siri namratlashishi, o'tirollarning hamisha qarzdan qutulolmasligidagi asosiy sabablarning biri ularning pul haqidagi qarishining maktabdan emas, balki oilasidan kelganligi ishkanligini tunib yetdi. Oramizdagi ko'p odam pulning qanday narsa ishkanligini ota-onasidan biladi. Namrat ota-onalar bolalarga moliya boshqarish to'g'riliq ta'lim bergan chog'da faqatla maktabda yaxshi o'rgandaydi. Natijada bolalari a'lo natija bilan maktab bitirsimi, ammo varis qiladigini yanala namrat ota-onasining moliya boshqarish usuli va tafakkur qarashi bo'ladi. Bilish kerakki, ota-onaning ta'siri tufaylidan bunday ko'z qarashlar bolalarda kichigidilla shakllanib qoladi. Bilishimcha, hozirga qadar Amerikadagi maktablarda texi pulga munosabatlik asosiy darslar haqiqiy ta'sis qilingani yo'q. Maktablar faqat ilmiy bilimlar va kasbiy iqtidorni o'rgatish ham yetiltirishga ahamiyat berdi. Ammo moliya boshqarish iqtidorini yetiltirishga sal qaraydi. Bu ham nima uchun shuncha ko'p dono bankirlar, doktorlar va buxgalterlarning maktabdagi vaqtida natijasi yaxshi bo'lsa-mu, ammo yanada bir umr moliya masalasida qiyinchilikka uchraydiganligini, davlatning qarziga petib kelishimi,
xeyli zo'r darajada o'sha moliya tadbirlarini belgilaydigan ba'zi siyosiy yo'llar va hukumat amaldorlarining garchi oliy tarbiya ko'rgan bo'lsa-mu, ammo moliya jihatdagi zarur tarbiyalarni intayin oz qabul qilganligi yoki faqatli qabul qilmaganligiga munosabatli ekanligini tushuntirib berdi. Man doim agar jamiyatimizda necha millionlagan kishi davolanish jihatda yordamga muhtoj bo'lsa qanday qiladi deb o'ylayman. Albatta, oilasidagilar va hukumat ularga yordam qiladi. Ammo davolanish fondi va ijtimoiy kafolat fondi ishlatib tugisa, u joyda qanday qiladi? Bu hargizmi o'rinsiz andisha emas. Agar biz bolalarga moliya boshqarishni o'rgatishdek mushundaq muhim vazifani oshu moliya bilimlari kamchil bo'lganlikdan namoratlik girdoviga berib qolgan yoki allaqachon namorat patqiqiga petib qolgan ota-onalarga yuklab qo'ysak, u holda faqat oilaning va jamiyatning yordamiga to'yinibla ularning namoratlik kasalini tubdan saqaytib, butkul jamiyatning o'rtaq beyishini amalga oshirishni tasavvur qilish to'limi tas bo'ladi. Mening ta'sirchanligi boy, yana kelib ba'zi taraflari o'rganishga arziydigan ikki dadam bo'lg'ashqa, men har bir dadamning fikri ustida muloyiza yurgizib bekishga majbur bo'ldim. Buningdan bir odamning dunyo qarashining shu odamning butkul hayotiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatganligini tunib yetdi. Masalan, bir dadam men qilolmaydiganman degan gapga xushtar edi. Yana bir dadam bo'lsa bunday gapni qilmaydi. Balki men qanday qilsam ondan qilolayman deydi. Bu ikki jumlaning biri bayon jumla, yana biri savol jumla. Biri sizni voz kechishga undaydi, yana biri amal tepishga undaydi. Noit tezli beyib ketgan dadam tushundirib, men qilolmayman degan so'z sening kalla ishlatib, chora tepishingga to'sqinlik qiladi. Qanday qilsam ondan qilolayman degan so'z sening kallangni ochidi deydi. Albatta, bu hargizmi kishilar cho'qim o'zlari har qanday ishni qilishi kerak deganlik emas. Bu yerda ta'kidlangani faqatla tafakkurni to'xtamay chiniqtirish kerak deganlik. Kishilarning kallasi amaliyotda dunyodagi eng kuchli kompyuter. Boy dadam doim kalla ishlatgan sari ichiladi. Kalla qancha ichilsa, pulni shuncha ko'p topqili bo'ladi deydi. Uning qarashicha, oldirabla men qilolmayman deyish ro'yi jihatdagi bir xil qo'shig'liq edi. Men shuningga diqqat qildimki, garchi har ikkala dadam xizmatda noyda tirishsimi, ammo pul masalasiga kelganda bir dadam hamon amal tepib hal qilishga tirishadi. Yana bir dadam bo'lsa ishni o'z ixtiyoriga qo'yib etishga odatlanib qolgan edi. Mushundaq davomlashaverish natijasida birining moliya boshqarish iqtidori texmi kuchaygan, yana birining borgan sari tuvallab ketgan. Mening o'ylashimcha, bu xil oqibat xuddi doim chiniqish uyiga berib chiniqirgan odam bilan hamisha kresloda o'ltirib olib, televizor ko'radigan odamning tan safosining o'zgarishiga o'xshaydi. Doimlik chiniqish teningizni sog'lom ham qovul qiladi. O'xshashlar kolla ishlatishmi sizning boylikka erishish fursatingizni oshiradi. Halbuki o'rinliq muqarrar holda teningizni ojizlashtiradi. Erishadigan boyligingizni ozaytadi. Xuddi men oldida aytgandek, ikki dadamning ko'z qarashida nurg'un farq bor edi. Bir dadam texmi ko'p bosh topshirish yo'li bilan oshu baxtsizlarga g'amxo'rlik qilishi kerak deb qaraydi. Yana bir dadam bosh ishchanlarni jazolab, o'rinlarni mukofotlaydi deydi. Bir dadam tirishib o'ginib, yaxshi shirkatlardan xizmat top desa, yana bir dadam tirishib o'ginib, yaxshi shirkatlarni bayqash ham uni setib olish iqtidoriga ega bo'l deydi. Biri bolam bo'lganligi uchun boy bo'lanmadim desa, yana biri bolam bo'lganligi uchun cho'qim boy bo'lishim kerak deydi. Biri kashf tomoq vaqtida pul va savdoning gapini qilishni cheklasa, yana biri tomoq vaqtida bu temalarda parang qilishga xushtar edi. Biri pul tepishda ehtiyotchanroq bo'l, xatarga tavakkul qilma desa, yana biri xatarni kontrol qilishni o'rganib ol deydi. Biri o'ltirayotgan uy eng cho'ng mablag' va mulk deb ishonsa, yana biri o'ltirayotgan uy qarz, agar uy eng cho'ng mablag' hisoblansa, o chog'da odamga ovorchilik yepishidi deganga ishonadi. Har ikkili dadam qarzlarni vaqtida to'laydi. O'xshamaydigan yeri biri oy beshida to'lasa, yana biri
oy oxirida to'laydi. Bir dadam hukumatning o'ziga ko'ngil bo'ladiganligiga, talabini qondiradiganligiga ishonadi. Maoshning o'sishi, pensiya siyosati, davolanish yordam puli, kasal sababidan orom elish, ishchi xizmatchilarning dam elishi va boshqa qo'shimcha yordam qatorliq ishlarga intayin ko'ngil bo'ladi. Uning armiyaga qatnashib 20 yildan keyin pensiya va ijtimoiy kafolat fondiga erishgan ikki tog'isi uningda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. U armiyaning harbiylikdan chekinganlarga davolanish yordam puli berishini va paravollik kooperativlarini qurib berishini to'limi yoqtiradi. Shundaqla oliy maktab tarbiyasi orqali muqim xizmatga erishadigan yashash yo'lini bakli yoqtiradi. Uningga nisbatan aytganda, emgak kapolati va ish o'rni yordam puli ba'zida kasbdan muhim o'rinda turadi. U doim "Men hukumat uchun jon ko'ydirib ishladim. Bundaq imtiyozlardan bahramand bo'lish huquqim bor" deydi. Holbuki yana bir dadam iqtisodiy jihatdagi talto'kis mustaqillikka ishonadi. U bu xil albatta shundoq bo'lishi kerak deydigan psixikalik qarashga qarshi edi ham dal mushu xil psixikalik qarashga bir turkum ojiz, iqtisodiy jihatda boshqalarga beqinadigan kishilarni paydo qilib qo'yidi deb qaraydi. Davomli raqobatni tashabbus qiladi. Bir dadam tirishib pul omonat qo'ysa, yana bir dadam to'xtamay mablag' soladi. Bir dadam yaxshi xizmat tepishda qisqacha tarjimonini qandoq yozishni o'rgatsa, yana bir dadam ruhni urg'utadigan kasb plani va moliya planini qandoq tuzishni, buning bilan egilik tiklash fursatini qandoq borliqqa keltirishni o'rgatadi. Men qobil ikki dodining tarbiyasini olganligimdan o'xshash bo'lmagan qarashlarning kishining butkul hayotiga qandoq ta'sir ko'rsatadiganligini kuzatish fursatiga muyassar bo'ldim. Bilsam, kishilar haqiqatan o'z ideyasiga asosan o'zining yashash yo'lini barpo qiladi ekan. Olayli, Namrat dadam hamisha "men azaldan boy emas" deydi. Oqibat uning bu so'zi reallik bo'lib qoldi. Ammo boy dadam doim o'zini boylardan sanaydi. U bir ishni qilmaslik qaroriga kelganda, "Men bir boy odam. Boylar azaldan bunday qilmaydi" deydi. Hatto bir qatim qattiq o'ngsizlikka uchrab vayron bo'lgandan keyinmi u yanala o'zini boy sanab yurgan edi. U kambag'allik bilan vayron bo'lish o'rtasidagi farq shu yerdiki, vayron bo'lish vaqtliq bo'ladi. Kambag'allik bo'lsa uzoqcha davomlashadi deb o'zini ilhomlantiradi. Namrat dadam, "Men pulga ancha qiziqib ketmayman" yoki "pul menga nisbatan uncha muhim emas" deydi. Boy dadam bo'lsa, "Pul kuch demakdir" deydi. Gerçi ideyaning kuchini zodili o'lchigili yoki mo'ljalligili bo'lmasa-mu, ammo men bola vaqtimda aniq holda o'zimning ideyasiga va o'zimni ifodalashga diqqat qilishga boshlagan edim. Men Namrat dadamning Namrat bo'lishining sababi uning topgan pulining oz ko'pligida emas. Gerçi bu intayin muhim bo'lsa-mu, balki o'zining o'y fikri va ish harakatida ishkanligiga diqqat qilgandim. Men cho'qim ularning menga singdirayotgan ideyasini ehtiyotchanlik bilan tanlashim ham ishlatishim kerak edi. Dadam ishga tursa, zodi qaysisining gapini anglashim kerak. Namrat dadamninkinimi yoki boy dadamninkinimi? Har ikki dadam tarbiya va o'rganishga ahamiyat beradi. Lekin nimaning muhimligi, nimalarni o'rganish kerakligi to'g'risida ko'z qarashi zodili o'xshamaydi. Bir dadam mening tirishib o'rganib, yaxshi natijalarga erishib, ko'p pul topalaydigan yaxshi xizmat tepishimni, professor, advokat, buxgalter bo'lishimni yoki MBA'da o'qishimni umid qiladi. Yana bir dadam bo'lsa, meni pul tepishni o'rganishga, pulning oylanish qonuniyatlarini tushunishga ham pulning oylanish qonuniyatlarini ishlatishga ilhomlantiradi. U doim "Men pul uchun xizmat qilmayman. Pul men uchun xizmat qilishi kerak" deydi. Men 9 ga kirganda
Oxir boy dadamning gapini anglab uningdan pul tepishni o'rganishni, Namrat dadam garchi ko'zlarini chaqintadigan turlik oliy maktab unvonlariga ega bo'lsa-mu, uning gapini anglamaslikni qaror qildim ham oxirgacha shunday qildim. Darvaqa oliy maktab tarbiyasi olgan dadamning pul haqidagi taklif va pozitsiyasini qabul qilmaslik to'limi azobli bir qaror edi. Lekin bu qaror mening keyingi hayotimni yaratdi. Men kimning gapini anglashni qaror qilganimdan keyinla menga bo'lgan pul haqidagi tarbiya rasmiy boshlandi. Boy dadam men toki 39 ga kirganga qadar to'p-to'g'ri 30 yil o'rgatdi. U o'zining zerikmay bergan ta'limlarini mening to'liq tushunganligimni his qilgandan keyinla ondan 30 yilga so'zilgan tarbiyasini oxirlashtirdi. Pul bir xil kuch. Texmi kuchlik bo'lgani moliya boshqarishga oid tarbiyadir. Pul qo'lga kiradi, chiqib ketadi. Ammo siz pulning qanday oylanganligini tushunsangiz, uning kuchini kontrol qila olasiz ham boylik to'plashga boshlaysiz. Faqat xiyollik qilib, amaliy ishga kirishmaslikning sababi shuki, mutlaq ko'pchilik kishilar maktab tarbiyasini qabul qilgandan keyin pulning haqiqiy oylanish qonuniyatini egillamaydi. Shunga ular umr bo'yi pul uchun xizmat qiladi. Men puldan iborat bu darsni o'rganishga boshlagan chog'imda amdila 9 yoshga kirgan bo'lg'achqa boy dadam menga faqat ba'zi oddiy narsalarni o'rgatgan edi. U menga o'rgatishni o'ylagan barliq narsalarni asosan 6 dars bilan o'rgatib bo'ldi. Lekin bu darslar mening kallamda 30 necha yil takrorlandi. Bu kitobning mazmuni dal shu 6 darsning tushuntirilishi bo'lib, u xuddi ayni vaqtda boy dadam menga o'rgatganidek to'liq oddiy bayon qilingan. Bu darslar hargizmi eng oxirgi javob emas, balki bir yo'l ko'rsatgich. U keyin qanday bo'ladiganligini bilgili bo'lmaydigan ham ushqandek o'zgarayotgan bu dunyoda siz va o'g'lingizning boylik to'plashiga yo'l ko'rsatib berdi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Boylar pul uchun ishlamaydi. Qanday qilganda boy bo'g'ili bo'ladi? Doda, qanday qilganda boy bo'g'ili bo'ladiganligini deb beralamsiz? So'rdim men dadamdan. Dadam qo'lidagi kashkesni qo'yib turib mendan so'rdi. Qandoqsiga beyishni o'ylab qolding bolam? Men dedim. Bu hafta oxirida Jimning opasi uni yangi Cadillac markalik mashinasiga o'ltirg'izib, dengiz sohilidagi dachasiga olib boradi ekan. Hafta oxirini shu yerda o'tkazib keladi ekan. Jim yana 3 do'stini birga olib boradiganga ilib olibdi. Lekin mak ishkimizni taklif qilmabdi. Ularning deyishicha, biz Namrat bo'g'ashqa taklif qilinmabdiq. Ular rostla shundoq debdimi? Dadam ishonmay so'rdi. Ha, shundoq debdi. Men bir xil ozor yegandek javob berdim. Dadam undamay beshini ling'ishdi. Burniga tushib turgan ko'zoynagini ko'ziga ishtirib qo'ygandan keyin yana gazet o'qishga boshladi. Men joyimda qimirlamay dadamning javobini kutdim. Bu dal 1956 yili bo'lib, o chog'da men 9 yoshda edim. Men taqdirning o'rinlashtirishi bilan hukumat qaramog'idagi bir maktabga o'qishga kirdim. Nurg'un boylarmo bolalarini mushu maktabga o'qishga bergan edi. Bizning yurtimiz asosiy jihatdan shakar xom ashyolarini teriydigan joy edi. Ekinzorlikning boshqaruvchisi va boshqa boylar, masalan, doktor, savdogar, bankir degandek kishilarning hammasi bolalarini mushu maktabga bergan edi. Boylar bolalarini 6-yillikni tugatgandan keyin shaxslar qaramog'idagi maktabga o'qishga beradi. Mening uyim mushu ko'chada bo'lg'ashqa,
Menmo mushu maktabga o'qishga kirdim. Agar uyim boshqa ko'chada bo'lgan bo'lsa, boshqa maktabga kirib o'qishim, oila sharoiti meniki bilan ancha farqlanmaydigan o'sha bolalarning to'piga qo'shilishim mumkin edi. Uning ustiga 6-yillikdan boshlab men o'sha bolalar bilan birga hukumat qaramog'idagi to'liqsiz va to'liq o'tir maktabda o'qitdim. Chunki bizdek bolalar uchun qurilgan shaxslar qaramog'idagi o'tir maktab yo'q edi. Dadam oxir gesni qo'ydi. Uning boyi degan gaplarimni o'ylanib turganligi aniq edi. Bolam, dadam asta-asta so'zlashga boshladi. Agar bir ishni o'ylasang, cho'qim pul tepishni o'rganishing kerak. Undaqda pulni qandoq topaman? So'radim men. Kallangni ishlatib topsan-da. Dadam shundoq deb kulimsirdi. Bu dadamning sana hammani aytib berdim yoki javob berolmayman, meni xijil qilma degani edi. Sherik munosabat o'rnatish. Atsi, dadamning so'zini eng yaqin do'stim Makka aytib berdim. Ishkilan o'zimizni maktabdagi birdan-bir namrat o'quvchilar desakmi bo'ladi. Amaliyotda ishkilarning oilasi uncha vola namratma emas edi. Lekin o'zimizni namrat his qilatdik. Chunki boshqa bolalarning yangi kaltakto'p pali, yangi velosipedi bor edi. Ishqilib, ularning hamma narsasi yangi edi. Ota-onamiz bizga asosli turmush lozimliklarini ib beradi. Yeydigan bo'lamdi, kiydigan bo'lamdi, hech nimamiz kam emas edi. Lekin biz mushular bilan cheklanib qolatdik. Dadam doim menga bir narsa setib olmoqchi bo'lsang, o'zing pul tepib setib ol, deydi. Bizdek 9 yoshlik bolalarga nədimi xizmat qilib pul topadigan ish bo'lsin. Biz qandoq pul topsak bo'la? So'rdi Mak mendan. Bo'lmadim, dedim men. Hay, Mak, mening sherikim bo'lsan qandoq? Shunda qilib, shu shanba atigandan boshlab Mak mening tunji kasbiy sherikim bo'ldi. Biz tushdan burungi vaqtimizni sarf qilib, pul tepishning yo'li to'g'risida o'ylandik. Ba'zida ixtiyorsiz o'sha rayimsiz soltaklarning Jemning dengiz sohilidagi daychisida o'ynayotganligi to'g'risida so'zlashib ketdik. Bu ish bizga haqiqatan g'or kelgan edi. Lekin bir hisobda bu bir yaxshi ish bo'lgan edi. Chunki bu bizni texmi tirishib pul tepishning amalini tepib chiqishga ilhomlantiradi. Oxiri tushdan keyin kallamizga bir o'y keldi. Bu Makning burun fanni umumlashtirish kitobidan o'rganmagan usuli edi. Biz hayajonlanib bir-birimizning qo'lini siqishdik. Bizning sherikchilik munosabatimiz oxir amaliy kasbiy mazmunga ega bo'lgan edi. Keyingi bir necha hafta ichida Mak bilan ikkimiz yaqin atrofdagi har qaysi qo'shnilarning uyiga berib, tish pastasini ishlatib bo'lgandan keyin qepini tashlab etmay yig'ib qo'yib, bizga berishni o'tindik. Cho'nglar damonlikqa onqiranmay, keyin xushallik bilan ma'qul bo'ldi. Ba'zilar buni nima qiladiganligimizni so'raganda biz bu savdo maxfiyatligi deb javob berdik. Bir necha hafta o'tgandan keyin opam chechilishga boshladi. Chunki biz kir olg'u qo'yilgan joyining yeniga xom ashyolarimizni do'lib etgandik. Biz yiqqan tish pastalari qoplari bora-bora ko'payishga boshlagan edi. Qo'shnilarimizning maynat, mejilgan tish pastalari qepi opamning ko'z oldida do'linib turg'ashqa, opam oxiri chechilib so'zlashga boshladi. Ishqinglar zodi nima ish qilmoqchi? Endi sizlarning savdo maxfiyatligi degandek gaplaringlardan joq to'ydim. Hozirla bu maynat narsalarni bir ayaga joylashtiringlar. Bo'lmasa sirtqa ochib tashlab etaman, juma? Mak ikkimiz opamga xeyli ko'p yig'ib bo'lganligimizni, faqat bir tam xo'shnimizga qarab qolganligimizni, ular tish pastasini ishlatib bo'lgandan keyinla ishlab chiqarishni darhol boshlaydiganligimizni aytib, yolvurib turib oldik. Biroz yolvurib turib olgandan keyin opam oxir bizga bir hafta muhlat berdi. Opamning besimi bilan biz ishlab chiqarish qarorlarini oldiga surdik.
Mal iskilatim opamning to'sqinligiga uchirganlikdan tunji ishimda krizis yuz berdi. Makning vazifasi qo'shnilardan tish pastalarini tezroq ishlatib bo'lishni o'tinish. Tish doktorlarga kishilarga tishni odatdagi vaqtga qaraganda ko'proq cho'tkalab turishni tavsiya qilishni uqtirib qo'yish edi. Men bo'lsam ishlab chiqarish liniyasini qurashtirishga kirishdim. Vaqt jadvali bo'yicha ishlab chiqarish bir haftadan keyin rasmiy boshlanadigan bo'ldi. Ish boshlanadigan kun oxiri yetib keldi. Dadam do'sti bilan mashinalik kelib, ikkimizning yo'l bo'yida birlikda kuch chiqarib ishlab chiqarish liniyasida mashg'ulot qilayotganligimizni ko'rdi. Oppoq parashutlar bo'shliqda laylab yuradi. Uzun bir ustalda maktabdan yig'ib akagan tashlandiq ko'listi qoplari va uydagi kavobdan bor edi. Kavobdan ko'mirning taptida qizirib ketgan bo'lib, lovuldab turadi. Ishlab chiqarish liniyasi mashinaning yo'lini to'sib olg'ashqa, dadam amalsiz mashinani yo'l yoqasiga to'xtatib qo'yib, asta minib keldi. Dadam do'sti bilan kelib, ko'mirning ustiga qo'yilgan po'lat cho'ginga qaradi. Cho'ginda keraksiz tish pastasi qoplari eriyotdi. U vaqtlarda tish pastasi qipi so'lyovdan emas, qo'g'ushindan yasaladi. Shunga tish pastasi qipining ustidagi siri kuyib ketsila, qo'g'ushin erib ketadi. Qo'g'ushin qoplar erib bo'lganda, opamning tutquchlik qozonini ishlatib, suyuqlikni ko'listi qipi ustidagi kichik to'shikdan ehtiyot bilan quydik. Biz ko'listi qipini gaj bilan to'ldirdik. Yerni bir og'an oq parashut bizning hok bilan suvni aralashtirganligimizdan kelib chiqqan ish edi. Toza oldirash ishlayotgan vaqtimizda men kichik qopni o'rib etib soldim. Shuning bilan xuddi qor yoqqandek hamma yer oppoq bo'lib ketdi. Ko'listi qipi dal gaj qilibning sirtqi qipi edi. Dadam do'sti bilan bizning qo'g'ushin eritmasini ehtiyot bilan qopning to'shkiga quyayotganligimizga qarab turadi. "Diqqat qil", dedi dadam. Mening beshimni ko'tarib qarg'udek vaqtim yo'q bo'lg'ashqa, faqat beshimni lingishtirib qo'ydim. Oxirida eritmaning hammasini gaj qilibga qo'yib bo'lgandan keyin cho'ginni qo'yib, dadamga qarab kulimsirdim. "Nima ish qilyapsizlar?" Dadam bir narsani bilmoqchi bo'lgandek kulib so'radi. "Biz sizning gapingiz bo'yicha ish qilyapmiz. Biz boy bo'ladigan bo'ldik", dedim men. "Shundoq", dedi Mahmu beshni langishtirib hijoyig'inicha. "Ikkimiz sherik qilyapmiz." "Ha, mundaq danglar. Yaxshi-g'o. Hay, bu gaj qiliblarning ichidagisi qandoq narsa?" Dadam qiziqib so'radi. "Qarang, bu bizning quyib bo'lgan o'chig'imiz", dedim men. Men bolqi bilan himi etib etilgan qopni yerib ikkiga bo'lib etdim. Gaj qilibning ustinki bo'ligini ehtiyot bilan etishimga qo'g'ushindan yasalgan 5 tiyinlik tangi pul yerga tushdi. "Oy, parvardigorim!" Dadam peshonasiga urib to'lab ketdi. "Nima? Sizlar tangi pul qo'yib o'tibsizlar-da?" "Ha", dedi Mak. "Sizning deganingizdek o'zimiz pul tepib-otimiz." "Shundoq-ku, ha?" "Ha, shundoq." Dadamning do'sti kulib ketdi. Dadammi kulib beshini chayqadi. Bir dova keraksiz tish pastasi qipining yonida dadam bilan do'stining oldida ikkimiz yuzimiz hok bilan bo'yilgan holatda xushal kulimsirab turardik. Dadam qo'limizdagi narsalarni tashlatqizyapti va palampayda o'ltirib, muloyimlik bilan kulib turib bizga tahlil qilib yasashning ma'nosini tushuntirib berdi. Bizning buyuk tushimiz ko'pikka aylangan edi. "Deginingizcha bo'lganda bizning qilganimiz qonunga xilof ishkanda?" deb so'radi Mak titrangi ovozda. "Ularni ayblama", dedi dadamning do'sti. "Ular kelgusida talat egisi bo'lib chiqishi mumkin." Dadam do'stiga qarab qo'ydi. "Ha, shundoq. Bu qonunga xilof bo'lam.
dedi dadam muloyimlik bilan. Biroq ümidsizlanmanglar, ha? Men sizlarning bu xil yangilik yoritish va mustaqil fikr qilish ro'yinglardan faxrlanyapman. Barakalloh. Mak ikkimiz ümidsizlik ichida zuvon surmay 20 minutdek turgandan keyin narsa keraklarni yig'ishtirishga boshladik. Bizning o'qitimiz birinchi kunila oxirlashgan edi. Hoklarni supurayotganda men Makka ümidsizlik bilan dedim. Mak, meningcha Jim bilan do'stlarining qilgani to'g'ri ekan. Biz faqat kambag'al bo'lishga munosibkanmiz. Dadam mang'ir chaqda keyniga burilib mundoq dedi. Bolam, agar sizlar o'zinglarni tashlab etsanglar, ondan haqiqiy namrat hisoblanasizlar. Bir ishda muvaffaqiyat qozonish, mag'lub bo'lish ancha muhim emas. Muhimi sizlar muvaffaqiyat qozonish uchun urinib baqdinglar. Esinglarda ching tutinglarki, nurg'un kishilar boy bo'lish ko'ydi bo'ladi. Munozara qiladi, lekin sizlar amaliy ish qilib baqdinglar. Ha? Yana bir qatim aytay. Men sizlardan faxrlanaman. Ha, bolalarim. Ümidsizlanmanglar, bo'shashmanglar. Mak ikkimiz indamay turdik. U haqiqatan to'g'ri aytgan edi. Lekin biz yanala nima qilishni bilmadik. Undaqda siz nemishqa boy bo'lanmadingiz, dada? So'rdim men. Chunki men o'tir maktabda o'qituvchi bo'lishni tanlab olgan. O'tir maktab o'qituvchilari o'qitishga ko'ngil bo'lishi, boy bo'lishni o'ylamasligi lozim. Men sizlarga yordam qilaman, lekin qanday qilganda ko'p pul topqili bo'ladiganligini rostlab bilmayman. Orqadan dadam yana: agar qanday berishni bilmoqchi bo'lsanglar, mendan so'ramanglar. Sen berib dadam bilan paranglashmak, dedi. Dadamdan? Mak qo'shimisini turdi. Ha, dadamdan, dedi dadam kulib turib. Dadam bilan ikkimiz bir bank direktorini tanıymiz. U dadamni bakli cho'ng biladigan odam. U menga dadamning pul tepish jihatda bir talant egasi ekanligini aytgan. Ha? Mening dadammi? Mak ishonmay so'radi. Undaqda maktabdagi boy bolalarga o'xshash bizning nemishqa mashinamiz, yaxshi uyimiz yo'q. Esil mashina va yaxshi uyning bo'lishi sening boy ekanligingdan yoki qanday pul tepishni biladiganligingdan derak bermaydi, dedi dadam. Jimning dadasi shekar xom ashyolari ekinzorligi uchun ishlaydi. Uning bilan men ancha farqlanib ketmaymiz. U shirkat uchun ishlaydi. Men bo'lsam hukumat uchun ishlayman. Onunga mashinasini shu shirkat ep bergan. Lekin anglasam ekinzorlik qiyin ahvolda turib yetibdi. Jimning dadasi uzun o'tmay ham narsadan ayrilib qolishi mumkin. Lekin dadang bo'lsa uningga o'xshamaydi. Uni o'zining egiligini qurib oldi desam bo'ladi. Bilamsan, Mak. Bir necha yil o'tgandan keyin uning boy bo'lib ketishiga ishonchim komil. Bu gaplarni anglab, Mak ikkimiz ruhlanib ketdik ham yangi umid bilan tunji qitimliq mag'lubiyatlik o'qitimiz paydo qilgan qolaymaqonchiliklarni darhol yig'ishtirdik. Bir tarafdan yig'ishtirsak, bir tarafdan Makning dadasi bilan suhbatlashish planini. Olayliq, qanday suhbatlashish, qachon suhbatlashish degandek planlarni tuzdik. Makning dadasining xizmat vaqti nihoyat uzun bo'lib, uyiga doim kechki ketdi. Uning bir mol isklati, bir qurilish shirkati, bir necha do'koni va 3 restorani bor edi. Dal mushu restoranlarning ishi bilan u sirtda uzun hayol bo'lib qoladi. Biz yig'ishtirib bo'lgandan keyin Mak avtobusda uyiga qaytdi. U bugun kechda dadasi bilan maslahatlashadigan ham uningdan qanday pul tepishni bizga o'rgatib qo'yishga ma'qul bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'raydigan. Yana dadasi bilan maslahatlashib bo'lib, har qancha kech bo'lib ketsa-mu, menga telefon beradigan bo'ldi. Kech soat 8:30 da telefon jiringladi. Shundoq. Kelar shanba kuniga bekitildi. Bak yaxshi bo'ldi. Mak shundoq deb dadasining biz bilan paranglashishga ma'qul bo'lganligini aytdi. Boy dadam Namrat dadam. Abduri
Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitapni men bütün dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Ha. Soatiga 10 tiyin berman. 1956 yilidagi haq o'lchamidan qaraganda soatiga 10 tiyin haq berish bakli to'van o'lcham hisoblanadi. Mak ikkimiz o kuni tushdan keyin uning dotisi bilan ko'rishdik. U yanada shundoq oldirash bo'lib, biz bilan ko'rishdan burunmi 1 soatdan ortiq ishlagan edi. U mashinasiga o'ltirib qaytishiga men uning kichik, ammo oddiy, ratlik uyiga kirdim. Mak meni eshik oldida kutib oldi. Dadam hozir telefonda biri bilan so'zlashyapti. Bizni koridorning orqasida saqlab turinglar deydi. Dedi Mak eshikni ochib etib. Men bo'sug'idan otlashimga uydagi ko'na taxtaydan qilingan yo'ldan g'ijirlagan ovoz chiqib ketdi. Uyga arzon baholiq gilam silingan bo'lib, noiti uzun ishlatilgan, garchi pokiz bo'lsa-mu, olmashtirib o'tirgan yerga kelib qolgan ekan. Uyga kirganda ozroq qo'rqdim. Uy ko'ni jihozlar bilan to'lib ketgan bo'lib, muzeyxonaga opirib tizib qo'ygudek holatga kelib qopti. Kresloda yeshi opamdan sal cho'ngroq ikki ayol o'ltiradi. Ularning keynida xizmat formasi kiygan yana bir er kishi bor edi. Uning kiyimlari dazmol silib qotirib etilgan. Qo'lida poqirib ketgan xizmat xotirasi bor edi. U kishi dadamdan taxminan 10 yosh cho'ngdek qiladi. Men uni 45 yosh o'pchurusida bo'lsa kerak deb o'yladim. Mak ikkimiz ularning yenidan o'tganda ular bizga qarab kulimsirab qo'ydi. Biz oshxonaga qarab maqdik. Oshxonadan o'tgandan keyin orqa hovliga chiqqil bo'ladi. Menmi ularga qarab xijillik ichida kulimsirab qo'ydim. Hay, ular nima ish qiladiganlar? Men Makdan so'radim. Ha, ular dadamga ishlab berayotganlar. Avu cho'nroq kishi iskilotni boshqaradi. Ishki ayol bo'lsa restoranning direktorlari. Boyi sen ishik oldida ko'rgan odam qurilish nazoratchisi. Bu yerdan 50 inglizchasi jiroqlikdagi tashkil qurilishida ishlaydi. Yana ba'zi nazoratchilar uy qurilishiga mas'ul. Ular sen kelishdan burun ketib bo'lgan. Har kuni shundoqmi? Hamisha undoq emas. Asosan shundoq. Mak so'zlagash bir o'rindiqni tortib yenimda o'ltirdi. Men dadamdan bizga pul tepishni o'rgatishga ma'qul bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radim, dedi u. Ohoy, dadam nima dedi? Men oldirab so'radim. Hay. Dadam dastlab kulib qo'ydi. Ondan bizga bir taklif bermoqchi bo'ldi. Ha? Men so'zlagash o'rindiqni qing'aytib oldimga engishdim. Makmo shundoq qildi. Nima taklif bo'lgaydi bu? Bilmadim, lekin tezla oydin bo'ladi. Shu orada Makning dadisi koridorga kirib keldi. Biz cho'chib o'rnimizdan turib ketdik. Tayyorlanib bo'ldinglarmi bolalarim? Dedi Makning dadisi o'rindiqni yenimizga akilib o'ltirib. Biz beshimizni langshitdik. Ondan o'rindiqni yutkab, uning oldida o'ltirdik. U semizrak kelgan kishi bo'lib, egizligi taxminan 6 inglizchasi, eg'irligi 200 qadoq keladiganday qiladi. Dadam uningdan egizrak bo'lsa-mu, eg'irligi ancha farqlanib ketmaydi. Dadam Makning dadisidan 5 yosh cho'ng bo'lib, ular qarmoqqa bir xil tipdagi kishilardek qiladi. Lekin xarakter jihatda ozroq farqlanadi. Balkim uning jasorati o'xshashli kuchlikdir, o'yladim men ichimda. Makning deyishcha sizlarning pul topganlar bor ekan. Shundaqmi? Ha? Shundaqmi, Robert? Men darhol beshimni langishdim, ham ozroq huduqdim. Uning kulimsirash va so'zlarida bir xil sur bor edi. Amisa mening taklifim mundaq.
Ben sizlarga pul tepishni o'rgatay, lekin sinfda o'quvchilarga dars o'tgandek emas. Sizlar men uchun xizmat qilishinglar kerak. Bo'lmasa o'rgatmayman. Men xizmat orqali tezroq o'rgatalayman. Ha? Agar maktabdagidek faqat o'ltirib o'rganadigan o'xshaymiz deb o'ylasanglar, vaqtimni isrof qilgan bo'lasizlar. Qandoq? Yigitlar, mana bu mening taklifim. Qabul qilsanglarmi, qabul qilmasanglarmi bo'ladi. Efendim, savol so'rsam bo'lamdi, dedim men. Yo'q. Sen faqat ma'qul yoki yo'q deyishing kerak. Qiladigan ishim bakchiq. Vaqtni isrof qilolmayman. Agar bir qarorga kelolmasak, qandoq pul tepishni menga o'rganmaysan. Bilishing kerakki, fursat degan hoy-to'ytigacha o'tib ketadi. Qara. Hozir fursat oldingda turibdi. Bu pul tepish kursi 10 sekund ichida o'qish boshlaydi yoki taqilib qoladi. Qandoq? Makning dadisi bizga kulib qaradi. Lekin gapining oxirini qilmadi. Men ma'qul bo'ldim. Makmu ma'qul bo'ldi. Ha, yaxshi. Dedi Makning dadisi shu an. Martin xonim bir necha minutdan keyin keladi. İşkimizning ishi tugagandan keyin sizlar uningga ergishib mening do'konimga ishga tushinglar. Har soatinglarga 10 tiyin beraman. Har haftaning 6si 3 soat ishlaysizlar. Ha? Bugun men koltak top musobaqasiga qatnashmoqchidim, dedim men. Makning dadisi past ovozda keskinlik bilan dedi. Soat ma'qul bo'ldingmi yoki bo'lmadingmi? Ha, ma'qul bo'ldim efendim. Men oldirab javob berdim. Shunda qilib xizmat qilishni va o'rganishni deb men koltak top musobaqasiga bormadim. 30 tiyindan keyin. Shunda qilib shanba kuni soat 9 dan boshlab mak ishkimiz rasmiy holda Martin xonimga ishlab berishga boshladik. Martin xonim mehribon, sabrchan ayol bo'lib, doim bizga ishkimizni ko'rsa, o'zining ishki bolasini eslab qoladiganligini, bolalarining cho'ng bo'lib, o'zidan ayrilib ketganligini aytib beradi. Martin xonim garchi mehribon bo'lsa-mu, lekin bizning tirishib xizmat qilishimizni ta'kidlaydi. Bizni tinmay ishga uzatdi. Nihoyat yaxshi nazoratchi edi. Biz 3 soatda konservalarni jozidan elib, ustidagi to'pchonlarni pay bilan tozalayotgandan keyin asli o'rniga qo'yib qo'yatdik. Bu xizmat bakli zerikishlik edi. Mening boy dadam deb atavog'inim dal oshu Makning dadisi edi. Uning kichik ko'lamdagi 9 savdo magazini bor edi. Ayni chog'da bu atrofda mushu savdo magazinlaridan boshqa kolusti, bolka, seriq moy va tamok sotadigan magazinlar yo'q deyarlik bo'lg'ashqa savdosi xeyli yaxshi edi. O'chaqlarda havoda havo tangshigish bo'lmag'ashqa havo isib ketganda magazinning eshigini yepib etishga bo'lmaydi. Magazinning ikki tarafida mashina to'xtatish o'rinlari bo'lib, har qitim mashinalar qo'zg'alganda yoki to'xtaganda iz magazin ichiga kirib ketadi. Shunga havo tangshigish borliqi kelmagan bu davrda bizga qiladigan ish chiqqan edi. Shuningdan keyingi 3 haftada har shanba kuni mak ishkimiz Martin xonimga o'zimizni ma'lum qilgandan keyin 3 soatdan ishlashga boshladik. Tushdan burun ishimiz tugatdi. Martin xonim har birimizga 30 tiyin beradi. 50-yillarning o'rtalarida 9 yoshlik bolalarga nisbatan 30 tiyinmi odamni xush qilib o'tirgan ko'p pul hisoblanmaydi. Chunki biz bir parcha bolalar o'qishlikka setib olish uchunmi 10 tiyin xashlaydik. 4-haftaning chorshanba kuni men xizmatdan voz kechmoqchi bo'ldim. Men Makning dadisidan pul tepishni o'rganish uchun bu xizmatni qabul qilgan. Ammo hozir 10 tiyinning quli bo'lib qolgan edim. Texmi qamlashmag'ini shu 1-haftaning shanba kunidan tortib to hozirgacha pul tepishni o'rgatadigan o'qituvchimiz, ya'ni Makning dadisi qorasini ko'rsatmay vatadi. Men bu ishni qilmayman, dedim men tushlik tomoq vaqtida Makka. Maktabdagi tushlik tomoqimizmi osonlashqila turgan edi. Darsmi xush yoqmay vatadi. Yana kelib hozir shanba kunini o'tkazishni orzulamaydigan bo'lib qolgan edim.
Chunki men shanba kunlik vaqtimni aran 30 tiyinga tegishgan edim. Mak ma'nilik kulib qo'ydi. Ha? Nimaga kulasan? Dedim men terikkan ham ochiqlangan holda. Dadam buni burilib paraz qilib bo'ptikan. Dadam seni agar bu ishni qilishni xohlamasa akilib men bilan ko'rishtir degandi. Nima? Men o'zimcha ahmoq qilingandek his qilib ochig'imda dedim. Dadam xili burilib mening o'zini izlashimni kutib turibdi-kanda. Ha. Dadam odatdagi kishilardan emas. Dadamning tarbiyalash usuli sening dadangnikiga o'xshamaydi. Sening ota-onangning so'zlaydigini ko'p. Mening dadamning bo'lsa oz. Dadam sening shundoq deydiganingni xili burilla bilib bo'pti-kan. Sen mushu shanbagacha turib tur. Men sening bu ishni qilmaydigan bo'lganligingni dadamga uqtirib qo'yay. Seningcha dadam meni pilonliq ish qilsabdi-kanda. Bu notoyin, lekin shundoq ehtimollikmi bor? Shanba kuni dadam tushuntirib qo'ydi. Mak shundoq dedi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Shanba kunidagi saqlash. Men Makning dadasining 100 sirani turib tushuntirib qo'yishiga tayyorlik ko'rib qo'ydim. Bu ishdan hatto o'z dadammi ochiqlanib ketdi. O'z dadam, ya'ni men boshda tilga ip o'tgan Namratroq dadam, boy dadamni o'smir ishchilar qonuniga xiloflik qildi. Uning qilmishini tekshirish kerak deb qarab, mening tegishlik huquqqa erishishimni. Soatlik ish haqining oz degandami 25 tiyin bo'lishi kerakligini topildi ham agar ish haqqim o'stirilmasa, darhol chekinib chiqish kerakligimni aytdi. Shanba kuni atigan soat 8 da men yana Makning uyiga keldim. O'ltirib tur, Robert. O'ltirib tur. Makning dadasi eshikdan kirishimga shundoq deb hujra uyining yonidagi ishxonaga kirib ketdi. Uyda Mak ko'rinmaydi. Men sal qo'rnib ehtiyot bilan kresloda o'ltirdim. 4 hafta ilgari ko'rgan yiliqi ikki ayol menga illiq kulib o'rin bo'shtib berdi. Oradan 45 minut o'tdi. Mening ochig'im kelgili turdi. U ikki ayol 30 minut ilgari Makning dadasi bilan ko'rishib bo'lib qaytdi. Yashangan apandimi 20 minut saqlab ishini tugitib qaytib ketdi. Taxminan 1 soat o'tdi. Sirtda quyosh parlab kishilar minib yuradi. Bolalarning kulki ovozimi anglanib turadi. Lekin men yanada mushu kona qorong'u uyda o'ltirib, o'smir ishchini eksploatatsiya qilgan kichik savdogar bilan ko'rishishni saqlayotdim. Men uning ishxonasida uyoq-bu yoqqa mang'inini, telefon baginini angladim. Lekin uning mening bilan kori bo'lmayotdi. Men chiqib ketmoqchi bo'ldim-yu, lekin nemishqikin chiqib ketmadim. Oradan 15 minut o'tib, soat dal 9 bo'lganda boy dadam oxir ishxonasidan chiqdi. U hech nima demay qo'l ishorati bilan meni ishxonasiga kirishga chaqirdi. Sen ish haqqini o'stirib berishimni talab qilmoqchi. Bo'lmasa xizmatdan voz kechmoqchi, shundaqmi? Dedi u so'zlagash o'rindiqni irg'antib turib. Sizga ishongili bo'lmaydi ekan. Men shundoq debla yig'lab tashladim. Bundaq ishlar 9 yoshlik bolaga to'limi har keladi. Men sizga ishlasam, siz menga pul tepishni o'rgatadigan bo'lgan. Shunga men ma'qul deb siz uchun ishladim. Tirishib xizmat qildim, hatto kaltaktop musobaqasidanmi voz kechdim. Lekin siz gapingizda turmadingiz, menga hech nima o'rgatmadingiz. Xudo odamlar deganda gapingizga ishongili bo'lmaydi ekan. Siz oshkuzgansiz. Hamma pulni yonchiqingizga selishni o'ylaydi ekansiz. Yollanma xizmatchilarga faqat ko'ngil bilmaydi ekansiz. Uningdan boshqa siz meni ozroqmi hurmatlab qo'ymadingiz? Odamni shundoqmi uzun saqlatgan bormi? Men kichik bola tursam, albatta e'tibor qilishingiz kerak-da. Boy dadam tavranma o'rindiqning yo'lanchikiga yo'linib o'ltirib, menga xuddi
meni cho'nqur kuzatayotgandek qarab ketdi. Yaxshi, dedi u. Bir oy texi to'shmay boshqa yollanma xodimlarga o'xshab qolg'il turdi. Nima? Men uning gapini tushunmay teximi jeli bo'lib ketdim. Men sizni putishgunimizdek menga o'gitib qo'ydi deb o'ylagan. Lekin siz meni qiynadingiz. Bu odamni bo'zak qilganlik emasmi? Asta. Men sana hilimi o'gitiyotaman, dedi boy dadam temkinlik bilan. O'tab bering, menga nima o'gatdingiz? Hech nima o'gatmadingiz-ku. Men ochig'imdan yerilgudek bo'ldim. O shu bir necha tiyinni deb ishlaganimdan buyon siz hatto men bilan bir ig'izmi paranglashibmi qo'ymadingiz? Soatiga 10 tiyinmish dexe. Men sizni hukumatga ma'lum qilaman. Bilishingiz kerakki, bizda o'smir ishchilar qonuni bor. Mening dadam hukumatning xizmatchisi jumo. Ohoy. Boy dadamning ovozi ko'tarildi. Hozir sen men uchun ishlayotgan ko'p sonli kishilarga o'xshab qolg'il turding. Men ularni ya bo'lmasa ishdan bo'shatib etdim, ya bo'lmasa o'zlari istifa beradi. Men dal shundoq qilmoqchi. Kichik bo'g'ashqimi o'zimni noyati jur'atli his qildim. Ish qilib siz meni oldidingiz. Men siz uchun ishladim. Lekin siz va'dangizda turmadingiz. Menga hech nima o'rgatmadingiz. Mening senga hech nima o'rgatmaganligimni sen qandoq bilasan? Boy dadam temkinlik bilan so'radi. Shundoq-ku. Siz mening bilan faqat so'zlashib boqmadingiz-ku. Sizga 3 hafta ishlab berdim, lekin menga hech nima o'rgatmadingiz-ku. Men eg'izimni o'mchaytdim. Bir narsa o'rgatishda senga cho'qim so'zlab o'rgatishim kerakmi? Boy dadam so'radi. Albatta shundoq bo'ladi-da, dedim men. Robert, o degan maktabning sizlarni tarbiyalashda qo'llanadigan usuli, dedi boy dadam kulib. Lekin turmushda bundoq o'rgatish usuli yo'q. Bilamsan, turmush haqiqiy muallimdir. Ko'p hollarda turmush senga hech nima aytmaydi. Faqat seni o'z to'lqinlarida aylantiradi. Har qatim seni aylantirgani, "Hay, uyg'on. Men ba'zi narsalarni senga o'rgataman" degani shu. Tushunyapsan gaplarimni, ha? Bu odam nima deyotgandi? Men ichimda shundoq dedim. Turmushning meni aylantirgani menga gap qilganimi? Men o'zimcha cho'qim istifa berishim kerak. Shundoq. Men hozir bir ro'yi kasalliklar doktorxonasida tursa bo'ladigan bir so'rang bilan so'zlashib o'tibdiman, deb o'yladim. Lekin boy dadam yanada so'zlab o'tdi. Mabodo sen turmushdan iborat bu darsni bilib olsang, har qanday ishga yo'liqsang uni qilishing osonga tushidi. Agar o'rganib olmasang, turmush seni burunqidekla aylantirib. Shunga hayotda kishilar doim ishni qiladi. Ba'zilar turmush o'zini aylantirayotganda u ata qilgan har bir fursatni ching tutadi. Yana ba'zilar bo'lsa turmushning o'g'irlashtirishiga bo'ysunib turmush bilan qarshilashmaydi. Amaliyotda ularning turmushdan zarlanishi odillik emas. Shunga ular xo'jayindan, xizmatdan, oilasidagilardan bezar bo'ladi. Turmushning o'zlariga hadiya qilgan fursatini bilmaydi. Shundaqdimi men boy dadamning gapini yanada tushunamadim. Turmush bizni aylantirdi. Ba'zilar bal qo'yib etadi, ba'zilar tirkishadi. Turmushdan iborat bu darsni egilib olgan kishilar olg'a bosadi. Ular turmushga aktiv pozitsiya tutish orqali o'zini olg'a siljitadi bola. Bu siljitish, Robert. O gapni angla. Bu siljitish ularning yana ba'zi yangi narsalarni o'rganib oladiganligidan derak berdi. Ondan ular yana olg'a ilgirlaydi. Albatta, nurg'un kishilar yana bal qo'yib etadi. Ba'zi kishilar xuddi senga o'xshash yana tirkishadi. Boy dadam shundoq deb o'rnidan turib, uyning ko'nirib ketgan derazasini ochdi. Agar sen bu darsni egilib olsang, farosatlik, xushxo'y ham boy kishi bo'la olaysan. Agar egilmaysan,
ömrünün oxirgacha xizmatingdan voysab o'tirgan bo'lib qolasan. Tuvan maoshdan zorlanasan. Xo'jayining bilan chiqishib o'tolmaysan. Xuddi birli ish bilan mangulik beyib ketilgandek xom xiyol ichida yashaysan. Boy dadam so'zlab etib gapini anglayotgan yoki anglamayotganligimni bilish uchun menga qaradi. Ikkimiz bir-birimizga qarashib turib qoldik. Oxir men boshqa yoqqa qarab turib oldim. Men uning deganlarining to'g'ri ekanligini, boy dadamdan o'rganishim kerakligini his qildim. Boy dadam so'zini davomlashtirdi. Agar g'ayrati yo'qlardan bo'lsang, turmushning har bir siljitishiga yo'l qo'ysan. Bundaq bo'lganda turmushing tinchlik, xotirjamlik ichida o'tadi. Agar g'ayrati yo'qlardan bo'lsang, turmushning har bir siljitishiga bo'ysunasan. Bundaq bo'lganda turmushing tinchlik, xotirjamlik ichida o'tadi. Xato ish qilib sanmaysan. Mangu yuz bermaydigan ishlar yuz berib qolsa, o'zingni qutqizish uchun har vaqt tayyor tura olaysan. Oxirda turmushingning ma'nosini oxirlashtirib, olamdan o'tsan. Sening o'zingga o'xshash xotirjam, savallikdan xoli hayot kechirishni xohlaydigan nurg'un do'stlaring bordir. Lekin amaliyotda bu turmushga taslim bo'lganlik, xiyim xatarga tavakkul qilmaganlik. Sen g'alaba qilishni o'ylaysan. Ammo haqiqiy xushallik muvaffaqiyatdan keyingi xushallik emas, qo'rqinchoqlik ustidan g'olib kelish haqiqiy xushallik. Bilsang. Sen boshdan oxir muvaffaqiyat qozonolmayman deb qarag'ashqa, tinch, xotirjam turmushni tanlab olasan. Biz bir-birimizning ko'nglidagi maqsadni tushunib bo'lguncha taxminan 10 sekundgacha bir-birimizga qarashib turdik. Siz meni olg'a ishtirishni o'ylaganmi? Men so'radim. Shundoq desammi bo'ladi. Lekin men sana turmushning ta'mini tetitib qo'yishni o'ylagan. Boy dadam kulib dedi. Turmushning ta'mi? Turmushning ta'mi degan nima u? Men yana so'radim. Endi ochiqning o'rnini bir xil qiziqish egilib olgan edi. Hatto men uning saboqini qabul qilishga tayyorlangan edim. Ishqinglar birinchi bo'lib mendan pul tepishni o'rgatib qo'yishni talab qilganlar. Mening 150 dan ortiq yollanma xizmatchilarim bor. Lekin hech qaysi meningdan bir narsani o'rgatib qo'yishni o'tinmagan. Ular faqat xizmatini talab qiladi. Muosh elishni biladi. Ular umrining eng navqiron chog'larini pul tepish uchun xizmat qilishga sarf qiladi. Lekin zodi nima uchun xizmat qilayotganligini bilishni xohlamaydi ular. Men qimirlamay uning so'zlarini diqqat bilan tinglashyotdim. Shunga mak ishqinglar pul tepish o'yinlarning borlig'ini aytganda, men real turmushga yaqin bo'lgan dars planlashni qaror qilgandim. Men eg'izim tilib ketguncha so'zlagan taqdirdimi, gap sizlarning so'l qulog'inglardan kirib, o'ng qulog'inglardan chiqib ketishi mumkin. Shunga men turmush sizlarga o'zi o'rgatsin degan. Shu chaqda sizlar mening nima demoqchi bo'lganimni ham nemishqa soatiga 10 tiyin berishga maqsadimni tushunib olasizlar. Undaqda soatiga 10 tiyinlik haq keladigan xizmat bizga nima o'rgatalaydi? So'rdim men. Ishchi degan ko'p deb eksploatatsiya qilsangiz bo'laveramda? Boy dadam orqasiga yo'linib kulib ketib dedi. Asta. Yaxshisi, sen bunda qarashlaringni o'zgart. Robert. Meni ayblashni to'xtat, bola. Sen meni nuqsonlari ko'p odamkan davatgan o'xshaysan. Agar shunda qarasang, amal tepib mening qarashlarimni o'zgartsang bo'ladi. Agar masalaning o'zingda ekanligini bilsang, undaqda cho'qim o'rganishing kerak. Ondan o'zingni o'zgartib, aqlli kishilardan qil. Nurg'un kishilar o'zidan boshqa hamma odamni o'zini o'zgartish kerak deb qaraydi. Men senga shuni deb qo'yay. O'zini o'zgartish boshqalarni o'zgartishdan ko'p o'ng'ay. Lekin apandi, men faqat tushunamadim. Sen o'zingning nuqsonlari bilan meni ayblama demoqchiman, dedi boy dadam. Uning savr qochisi to'shqanda qiladi.
Lekin siz soyitiga oran 10 tiyin bergan tursangiz. Undaqda sen buningdan nimani o'rganib olding? Ha? Degine. Boy dadam kulib turib so'radi. Mening ish haqqim pek arzon. Men o'ylanibroq shundoq dedim. Qara. Sen yanıla meselesizde davatsan. Rost shundoq-ku. Ha? Bo'ladi. Agar sen davomliq mushu xil pozitsiyada bo'lsang, hech nima o'rganamaguliksan. Sening deganingdek bo'lsinmi deyli. Agar masala menda bo'lsa, undaqda qanday qilishim kerak? Maoshimni o'stirib bersiz. Menga qanday pul tepishni o'rgatib qo'ysiz. Oy, shundaqmi? Dedi boy dadam. Nurg'un kishilar mushunda qiladi. Ular xizmatidan iste'fo bergandan keyin boshqa xizmat topadi. Yanimi yaxshiroq fursatlarga erishishni, yuqori maosh olishni orzulaydi. Yaxshi xizmat, yuqori maosh hamma masalalarni hal qilib yetadi deb qaraydi. Ammo ko'p hollarda bu mumkin bo'lmaydi. Undaqda men nima qilishim kerak? So'radim men. Shu ozg'ini 10 tiyinni og'inga xush bo'lishim kerakmi? Moshunda qiladiganlarmi bu? Chunki ular o'zi va oilasi pulga ehtiyojli bo'lganligi uchun moshunda xizmatni qabul qiladi. Lekin ularning qiladigini faqat kutib turish, fursat kutish. Fursat kutib, texmi ko'p pul tepish orqali masalani hal qilish. Shunga nurg'un kishilar moshunda qilishni xohlaydi. Ba'zilar 2 yerda xizmat qiladi. Uning ustiga nihoyat tirishib xizmat qiladi. Ammo nihoyat tuvan maosh oladi. Men ko'zimni yerdan uzmay boy dadamning deganlarini o'ylanishga boshladim. Men haqiqatan turmushning asli ma'nosini his qilib o'tdim. Oxir beshimni ko'tarib, boshda so'rgan savolimni takrorladim. Undaqda qanday qilganda masalani hal qilg'ili bo'ladi? Mana buning bilan hal qilg'ili bo'ladi. Buning bilan. Boy dadam shundoq deb beshimga yenik urib qo'ydi. Mana mushu kallang bilan. Mana mushu vaqtda boy dadam menga o'zining yollanma xizmatchilaridan va Namrat dadamdan farqlanib turadigan iste'dodini namoyon qildi. Bu ham eng oxirida boy dadamni Havoydagi eng boy kishiga aylantirgan edi. Lekin oliy tarbiya ko'rgan dadam bo'lsa, moliya masalasida bir umr tirkishib o'tgan edi. Boy dadamning mustaqil ko'z qarashi uni bir umr boshqalarga o'xshamaydigan, boshqalar bilan farqlanib turadigan shaxsga aylantirgan edi. Boy dadam keyin yana sabrchanlik bilan bu ko'z qarashini bir-birlab so'zlab berdi.